Hozirgi paytda o'zbek futbolini dunyoga tanitib yurgan top 3 ta futbolchini nomini aytadigan bo'lsak, bu Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov. Bu 3 ta futbolchimiz 3 xil pozitsiyada o'ynaydi. Husanov himoyada, Abbos atakuющий poluzashitnik, Eldor esa sentralniy napadaющий. Abbos bilan Abduqodirning oldinda hali uzun karyera kutib turgan bo'lsa, Eldorning esa karyerasi ayni qizigan paytda turibdi. Chunki bu futbolchimiz 95-yilga va hademay 30 yoshni ham qarshi oladi. O'zbekiston tarixida Shomurodov kabi kuchli hujumchi bo'lganmi? Shaxsan o'zimning fikrim yo'q, bo'lmagan. Kattalar balki bu fikrimga qo'shilmas, lekin men uchun Eldor O'zbekiston tarixidagi eng zo'r hujumchi. Bu futbolchimiz qaysi klubda o'ynamasin, shu klub muxlislarining qalbidan joy ola bilardi. Mana bu videoni shunchaki qarang, Rim stadioni o'zbek o'g'lonining ismini aytib, go'yo portlayin demoqda. Abbos, привет! Здравствуйте. Abbos Fayzullayevni CSKA klubi sotib olgach, Moskvaning muxlislari tomonidan biroz tanqid fikrlar yozilardi izohlarga. Kim bu? Qayerdan keldi bu futbolchi? Nahotki CSKAning darajasi shunchalar tushib ketdiki, O'zbekistondan futbolchi oladigan bo'lib qoldik. Серьезная стенка из одного человека. Подача, удар! И это очередной голевой пас от Файзулаева и мяч Заболотного. Ну что ж, узбекский плеймейкер снова сжег на поле. Так, а вот здесь вот ошибка Бойковича. Аббос Файзулаев выводит на ударную позицию Федора Чалова. Все сделал умница Аббосбек Файзулаев. Там тоже прекрасный пас на Аббоса от Ивана Обликова. И Файзулаев забивает из-за предела штрафной площади. Четвертый шанс и все-таки гол. Реализация 25. Я не результативно написал нашу команду. А вот ты лучший. С левой ноги, прострел вдоль ворот. Аббос Файзулаев. И 2-0. Знаешь, это было похоже на баскетбольный момент, когда тебе дают мячик, и ты его так аккуратненько в кольцо забрасываешь. Это было похоже на бросок мяча туда, в створ ворот. Очень элегантный, красивый, гол со вкусом. Мяч в ворота команды «Рубин». Забил Аббос! 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 Номер 21. 2025-yil boshlanishi bilan trendga aylangan Abduqodir Husanov. Bu futbolchi atigi 20 yoshida O'zbekiston futboli uchun 2 ta tarix yozdi. Siz buni bilarmidingiz? Agar bilsangiz, izohga javobingizni yozib ketsangiz. Barcha o'zbek futbolchilarini hurmat qilgan holda 100% ishonch bilan aytamanki, o'zbek tarixida bunga teng kelar futbolchi hali bo'lgan emas. Ha, biz bu yosh futbolchining o'yinlarini bor yo'g'i 1,5-2 yilgina ko'rdik, lekin bir zumga tasavvur qiling, 20 yosh, Angliya,
Manchester City, Chelsiga qarshi debyut. Butun olam u haqida gapirmoqda. Hattoki O'zbekiston prezidenti bunchalik taniq emas dunyoga. Shuning uchun ham butun O'zbekiston mana shu yigitga o'zbek futbolini, o'zbek nomini dunyoga tanitayotgani uchun rahmatlar aytish kerak. Rahmat senga Abduqodir, sen uchun doim duodamiz.